Mana bizni farzandxona oldin to'ti boqqan edik. Ilgari hali ham bitta bor. Farzandga qiziqqanimiz uchun to'tilarni sotib olib, mana bitta qopda. Bitta qoldi. Mana farzand boqyapti, mana. Mana bizning farzandlar. Mana odamga o'rgangan. Bunaqa qo'rqmaydi, cho'chimaydi. Mana elot. Mana shu farzand elotning modasi. Mana bu almas. Mana bu almas. Mana farzandlarimiz. Mana yemi. Shunaqa yemdan beramiz. Kami ko'rmaydi. O'zini spes ko'rimi mana. Spes ko'rimdan yaxshisi yo'q ekan. Mana Ruminskiy farzandlar bor bu yerda. Severniy Kavkaz bor. Mana bu yerda mana elot bor. Mana elot. Mana modasi ham bor. Xudo xolisa mana bu ham ancha qo'rqmaydigan bo'lib. Hozir hammasi bularni 4 oylik jo'ja mana bular. Xudo xolisa bulardan ko'paytirmoqchi biz. Mana bulardan ko'paytirib sotuvga qo'yamiz, xudo xolisa. Bollaridan, jo'ja tuxumlaridan, xudo xolisa sotuvga qo'yamiz. Mana bu elot. Elotning modasi mana. Umuman qo'rqmaydi ham. Mana inimiz. Bu yerda ilgari to'ti boqqan edik. Endi xudo xolisa shu'tlarda qirg'avul boqmoqchiman. Xonalar ko'p. Mana sog' bo'lasizlar, salomat bo'linglar.